yetib keldim. Kecha ketuvding-ku, ering indamayaptimi? Aytapsizmi aya? Erim menga nima ham qilardi? Eringdan so'ra aytadi. Bu yangacham oylik olayotgan kun edi-ku, kiymasa bo'lmasdi uni. Meni ham kaftim qichib turuvdi o'zi. Men kim qichganimda sразу keldim keyin. Assalomu alaykum onajon. Hozir kiyim almashtirib chiqaman. Qayting. Qani oylikchani qo'yingchi mana yerga. Nimaga cho'kan? Yo'lda suv olib ichuvdim-da. Nimaga? Chanqagandim. Siz nima bizga gap qaytaryapsiz? Gap qaytarganim yo'q-ku. Ana yana gap qaytardi. Odamlar gap qaytarmadim, so'radinglar, javob berdim. Voy, yana gap qaytarasiz-a? Shuncha biznesni qanday o'rgandingiz? Onangiz o'rgatyaptimi? O'zi onasidan o'rgangan. Onamnikiga bormaganimga 3 oy bo'ldi. Onasiniki voобще borg'izmas. Borg'izmang, kim aytdi sizga borg'izingda? Ikkinchi borg'izmayman. Qarang. Menga onam o'rgatmaydilar. Meni mustaqil ongim, fikrim bor o'zimga yarasha. Onam bechara qancha kontrakt to'lab o'qitganlar. Huzurini birovlar ko'rib yotibdi. Qancha onamga qilsam ham kam o'zi. Ishlashga qo'yib bergan bo'lsam, men sizga qilib ishlab yurgan bo'lsa, kelin degan bizni boqish kerak. Keyingacha bizga olib berish kerak, to'g'rimi? Ona u suv ham ichmagan, onasiga yetib bergan. Bir poylash kerak orqasidan tushib. Yasha, ana aytdim-ku, onasiga beradi dedim buni. Yo'q, oyijon, noto'g'ri tushundingiz. Men ishdan tashqari qo'shimcha ish olganman. Shirinliklarni yaxshi ko'raman-ku. Samarqand shahar Motrida joylashgan Bekeri cho'ka artdi. Sotuvchi lavozimida ishlamoqman. Shirinliklari juda ham zo'r. So'siz og'zingizda lup deb erib, luq deb o'tib ketadi. Hali ishdan tashqari uyga ham boraman. Svejimi? Вообще свежий. Alo. Eringmi? Endi keldim degan? Endi keldim-ku. Volidamni oldiga de. Volidam oldiga. Menga xo'jayin emassiz degan. Menga xo'jayin emassiz, tushundingizmi? Baqirmang de. Baqirmang menga. Boshimni og'ritmaydi. Boshimni og'ritmang, men hapsi telefon Pasholang. Pasholang. Nima deding? Aytganingizni qildim.